Assalamu alaykum. Bugün hammalarni tabriklayman. Men o'zimning vatanning ichida 15 isla turmaning teshig'i meni achiqib, aeroplanga chiqargan kunim. Mevla Yasin efendim tabriklab da 17 isla Amerika'ga uçtum. Men bu 15 yılımdan hakikaten özümün hayatımda ötkazgan 15 yılım emas, turmadaki 6 yılını qo'shganda 21 yıl hayatımdan faxrlanaman. Mening sizlardagi saplishimning bo'lganligidan men mushundaq Uyg'ur xalqining farzandi bo'lib, tug'ilib shu xalqning onasi bo'lib, otilib shu Uyg'ur xalqining e'tirof qilishiga erishganligimdan faxrlanaman. O'zimni eng baxtli ayol deb hisoblayman. Faqatla vatanimni qutqizolmaganligim uchun texum bahani o'zimga berolmadim. Shu vatanim Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'uriston qachon qutulib qo'limizga kelsa, men shu vaqtida 100%lik baxtli bir ona deb hisoblayman o'zim. Men turmadan chiqqandan keyin nurg'un ishlarni o'yladim. Turmaga kirib ketishning oldida men bir Uyg'urlarga bir yaxshi lider chiqsgan deb shundaq chiq liderlarni izlab barliq lider bo'ladigan arboblar bilan Qirg'izistonda 13 kishilik yig'in men turmaga kirishdim burun oshgan. Men Dolqa Yasin bag'atni tatib, Erkin efendilardan tatib hammasi bordi shunda. O'zimning bu bir millatning, bu ulug' vatanning, bundaq bir ulug' millatning lideri bo'lib qilishimni o'ylabman baxmagan. Bir jangchisi bo'lsam, men menga kifoya qiladi. Lekin eng oxirida men bu ig'ir vazifani, ig'ir yukni ustimga oldim. Men turmadan chiqib Uyg'ur xalqining dunyoga tanitganimga ve mushundaq sharafli ishlarni qilalig'imga ve Dünya Uyg'ur qurultayini qayta qurashtirib chechilib ketgan bo'lsa-mu, barliq istifa berib ketganlarni qaytarib akilib, Dünya Uyg'ur qurultayiga rais bo'lib saylanganimga hargizmi o'kinmayman. O'zimni shu vaqtlarimdan faxrlanaman, nihoyat xushal bo'laman. Chunki ular meningki eng suyimli sabdoshlarim. 12 yılını birlikte ötküzdüm. Ular bilen men Dünya Uyghur Qurultayiga kelgandan keyin mening qo'limda tarbiyalangan. Masalan, men olim Seyitibni maktabdan ochiqiblam yenimga oldim. 10 yıldan artıq 12 yılga yaqin manga ishladi. Manga emas, Uyg'ur xalqi uchun ishladi. Bugun radioning boshlig'i bo'lib işləmətidir. Ömer Qanatni mening yenimga akeldim. Ömer Qanat men bilan 12 yıl işledi. Ömer Qanat bugün radyoning o'zini ishlagan, hozir Uyg'ur kishilik huquq projekt dunyoda eng oldida deb minayotgan Uyg'urningki dardi ahvolini eng oldida Amerikaga ve dunyoga anlatyotgan bir projektninki direktör oldu. Onun prezidenti Nuri Turkel bilenmi özüm 15 yıldan beri saptaşıp işlevatıman. Hem o bana Uyghur davasında oldu da çıkıp sözlevatı. Dolqun Eysa meselesi mi? Dolqun Eysa'nı Dünya Uyg'ur Qurultayiga qaytarib kelib, baş katip qilib, yenimde işledi. Bugün Dünya Uyg'ur Qurultayiga boshliq bo'lib, prezident bo'lib, Uyg'ur davasının kan qismini qo'ldan kelganini qilib etminoyotdi. Demak, Zübeydemni men Avstraliyadan elib kelib, mesha pasportini ishiltib qoldi, vechva viza bilan akeldim. Yenimde tarbiyaladim, onu yetishdi. Yetishib hozir kishilik huquq projektda ishlayotdi. Shuningdek,
Ferhat Yorunqaşmı Dünya Uyghur Qurultayıdan chiqib ketibdikan. Men qaytirib kirib Dünya Uyghur Qurultayının ichiga akilib ma'mur rais bo'ldi. Bir ziyoli sirtiqasi bo'lmaydi deb Abdukim Baqi bilan deyishib Celil Qarqashnikida muxbirlik qavatida ekan. Mush Dünya Uyghur Qurultayiga qaytirib olib keldim. Asqarjon Anvarlarmi istifa verib chiqibdikan Dünya Uyghur Qurultayiga qaytirib akilib ma'mur rais bo'lib hozir ishlayotdi. Demek Qahraman Qo'jambadimi chiqib ketibdikan, uni qaytirib akirib Qahraman Qo'jambada to'g'riliqmi nurg'un talash tortishlar bo'lib ketdi. Uning olmay akilib Dünya Uyghur Qurultayini jamlab mana bugun bütün dünyada ayrılıp yürüp Birleşken Devletler Teşkilatı'da Avrupa Parlament'ta hamma yerda ish qila oladigan bir top maoshli kadrlarni yetildirib chiqdim. Men shuning uchun mushundaq bir iqtidorli odamlarni yetildirib chiqqanligim uchun mening qo'limda tarbiyalangan odamlarning yomon yo'lga minib ketmay, yomon yerlarda qolmay, yaxshi ishlarni qilib oldingi safda turayotganligi uchun men bulardan bu o'zimning qilgan ishimdan haqiqatan rozi, hammasidan faxrlanaman. Endi nurg'un ishlar, vaziyatlar bo'ldi. Siyosat deganda mushundaq talash tortish ziddiyatlar bo'lib turdi. Men o'zimninki irodamdan yoki bu sabdoshlarimdan chekinib ketganim yo'q. Hammasının qilayotgan ishiga qarab, shu men yetildirgan shogirdlarimga, men yetildirgan bolalarga, men bilan ishlagan sabdoshlarimga deb faxrlanaman. Men bugun 5-6 ni atab ketdim. Men 21 odamning ismini atamoqchi edim. Bu yamancha bo'lib ketdi. Shuni bugun mushundaq vaqtida meni unutib qolmay. Mushundaq vaqtida meni aslab meni og'ziga elib, mening turmudan chiqqan kunimni tabriklagan bir Uyg'urning farzandi Mavlon apandimga rahmat aytaman. Yolg'iz men o'zim uchun emas, peshqadam rahbarlarni o'lib ketsin, hayot o'smi qadrlagan vaqtimizda buningdan keyin chiqqanlarni boshqalar qadrlaydi. Men meni qadrlasimi, qadrlamasimi, mening xalqimni men suyman. Men vatanimning ozodligi uchun o'zimni atagan bir odam va xalqim uchun o'zimning hayotimni atagan odam. Qanday bo'lishimdan qat'iy nazar, oxirgi tinig'imgacha Mavla Yasin apandimning umidini va Mavla Yasinga o'xshagan millionlagan xalqimning umidini yadi qo'ymayman. Rostni rost gap qilaman, bani ba deyman, yolg'onni yolg'on deyman. Xalqimga hamma narsani to'g'ri tushuntirman. Xalqimning meni kimning qanday ayblashidan qat'iy nazar, xalqimning xato qo'ymay ketishiga yo'l qo'ymayman. Shunga men qattiq qo'lroq lider, hozir javob lider, hozir javob ona. Men Xudoyim buyursa, mush dunyoda chechilib yurgan tashkilotlarni hammasini birlashtirib, yanılı mening xalqimning Mavla Yasindek meningdan umid kutadigan qizlarimning, o'g'illarimning mening oqimda meni qo'llagan, barliq qo'llab turgan qushlarni ümidsizlendirmeymen. Men çokum aldığımı qarab minib, yaxshi bir natija bilan javob beraman. İnşallah biz bu ishning oldi kaynini tuzab bo'g'ichi vatanimizmi mustaqil bo'lib ketsin. Hammanglarning mushu Xitoy virusidan aman qilishinglarni Allohdan tilayman. Hammanglarga samimiy salom, oliy ehtirom.